Assalomu alaykum Abdulvoy qurilish mollari obunachilari. Mana bugun yana bitta ustagamizga inoray mahsulotlari kerak ekan, emotsiyalar hamda bu yoqda bismut izolyatsiyasi kerak ekan. Akalar, kimga shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Abdulvoy qurilish mollari keling, xarid qiling. Xulosa bizda xohlagan narsangiz bor aka. Bu yoqda germetika, nima olasizlar, kraska, xudosi savdoyimiz ancha hajida. Bu yoqda knafti xohlagan mahsulotingiz bor. Bu yoqda gipsokardonmi, profilmi, bu yoqda olovga chidamlik, suvga chidamlik hamda shum izolyatsiyali gipsokardonlarimizgacha bor. Knaf mahsulotlari. Bu yoqda bagetimiz bor. Tepada aboy mahsulotlarimiz, 3000 xil aboyimiz bor akalar bizda. Kraska mahsulotlarimiz. Mana yoqda elektr tovarimiz bor. Akalar, kimga xuddi shunaqa qurilish mahsulotlari kerak bo'lsa, albatta Abdulvoy qurilish mollariga keling, xarid qiling. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.